Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari akalar. Bugun hafta kuniga payshanba 2020 yil 30 aprel. Biz video syomkalarimiz o'zimiz xonadonimizdan olib boryapmiz akalar. Bugun bir dona mana bunaqa ona bolani o'ta ham go'zalidan kelib qoldi akalar. Yoshi ham yosh, onasi toza kashtan qo'yimiz. Xudo xolasa bo'ylari 85+ chiqadi akalar. Bolasi urg'ochi, mana bunaqa sog'liq, yuzi ham oq yuzidan, bolasi ham o'ta ham go'zal, onasi ham mana akalar kashtan qo'yimiz. Xudo xolasa yoshi ham yosh akalar. Ilk tishdan 4 tishga o'tyapti qo'yimiz endi. Bo'ylari 85+ chiqadi akalar. Narxi 9 million so'mga Toshkentga dastlabkasi ichida. Mana dumbar azrizlariga e'tibor berasizlar. Bo'ylarini aytib o'tdik. Yeb ichish sog'liqlarida muammo yo'q akalar. Kimga qiziqadagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib ketasizlar akalar. Ikkinchi partiyamizga bir dona sog'liqda o'ta ham go'zalidan chiqarib beramiz akalar. İkinci partiyamizga akalar mana bunaqa qo'zi sog'liq yar ichgani mana sizlarga ham e'tibor berasizlar akalar. O'ta ham go'zalidan. Dumbar azrizlari ham o'ta ham chiroyli. Hali qo'zi bu akalar. Mana shundan olingan tayyor variantidan. Hali qo'zi bo'ylari akalar 70+ chiqaveradi akalar, xudo xolasa. Mana sapsariq qo'zimiz. Qo'zi narsa hali. Bo'ylari 70+ ga beraveramiz. Hali qo'zi. Mana dumbar azizlarga ham e'tibor beringlar. Yemoq ichmog'i sog'lig'i joyida akalar, sinovdan o'tgan. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, narxini 4.700.000 so'mga Toshkentga dastlabkasi ichida. Qolgan joylarga kelishadigan joyi bor akalar. Kimga qiziq bo'lsa ekrandan o'rniga aloqaga chiqaverasizlar akalar.